Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan aholi o'rtasida juda ham keng tarqalgan va bizlarga juda ham ko'plab murojaatlar bo'ladigan kasallik haqida, ya'ni Parkinson kasalligi yoki bolezn Parkinson kasalligi haqida gapirib o'tamiz. Parkinsonizm kasalligi bu surunkali neyrodegenerativ kasallik hisoblanadi, ya'ni insonning harakatlariga xalaqit beradigan, insonning harakatsizlikka olib keladigan va doimiy ravishda uchraydigan, qo'llarda uchraydigan, oyoqlarda, odamning bosh sohasida uchraydigan titroqlar bilan kechadigan kasallik. Bu kasallikning asosiy sababi odamning bosh miyasida, stvol qismida dopamin ishlab chiqaruvchi joy bo'ladi. Bu qora yadro deyiladi, ya'ni cho'rniy yadro deyiladi. O'sha joydan dopamin ishlab chiqarilishining kamayishi yoki dopamin ishlab chiqarishining tamoman to'xtashi natijasida insonga harakatlariga javob beradigan mediatorlarning o'tkazilishi, buzilishi natijasida inson harakatsizlikka kelishiga olib keladigan kasallik hisoblanadi. Bolezn Parkinson kasalligi bu aholi o'rtasida juda ham keng uchraydi. Ayniqsa bu kasallik bosh miyada travma o'tkazgan bemorlarda oddiy odamlarga qaraganda 2-3 barobar ko'proq uchraydigan kasallik hisoblanadi. Xuddi shu kasallik bilan bizni klinikamizga juda ham ko'plab bemorlar murojaat qilishadi va xuddi shunday bemorlardan bittasini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bu bemorimizda kelgan vaqtida harakatlar yo'q edi, o'zi o'tira olmasdi, o'zi turib keta olmasdi, qo'llarida doimiy titroqlar bo'lardi, piyolani ushlab choy icha olmasdi, ovqat yeya olmasdi. Bu kasallik bilan 10 yilga yaqin kurashib kelgan bemorimiz, lekin natijalar yaxshi bo'lmagan. Kundan kunga orqaga ketish bo'lavergan. Bizlar boshqa klinika, boshqa shifoxonalardan farqli ravishda, to'g'ri, bizlar ham shu standart bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining chiqargan standartlari bo'yicha davolaymiz, lekin qo'shimcha tarzda transkranial magnit stimulyatsiyasi orqali bosh miyani hujayralarini, ya'ni iminnoy o'sha dopamin ishlab chiqariladigan zonalarni stimulyatsiya qilishimiz natijasida bemorda oddiy davo muolajalaridan ko'ra 2-3 barobarga kattaroq rezultatlar olamiz. Albatta buni o'zining maxsus programmalari bor va bu eng zamonaviy usul hisoblanadi hamda bu endi Yevropada qo'llaniladigan va Yaponiya, Koreya, Amerika Qo'shma Shtatlari kabi rivojlangan davlatlarda keng qo'llaniladigan usul hisoblanadi va eng oxirgi zamonaviy texnologiya hisoblanadi. Transkranial magnit stimulyatsiya orqali biz dopamin ishlab chiqarishni rag'batlantiramiz hamda butun tanadagi nerv impulslarining o'tishini tezlashtiramiz yoki yengillashtiramiz. Natijada bemorlarimizda o'zlari ko'rishlari mumkin. Agarda kim o'sha nerv kasalliklari bilan, surunkali, o'tkir nerv kasalliklari bilan kasallangan bo'lsa, klinikamizga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, yuqorida aytib o'tganimizdek, bemorimizni yoniga keldik palatalariga, hozir tanishamiz, ko'rsatib o'tamiz. Bemorimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan tashrif buyurganlar Ma'mura opamiz bo'ladilar. Ma'mura opamiz 1964-yilda tavallud topganlar va bu kasallik bilan ancha yillardan buyon kurashib keladilar va o'zida bo'lgan rezultatlar haqida mana qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum Ma'mura opa. Assalom. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bugun kelganingizga necha kun bo'ldi? Bugun kelganimga chorshanba kuni kelgandim. Chorshanba kuni keldingiz. 6-kunga o'tdi. Endi mana bu reklamli narsa emas, faqat sizga o'xshagan bemorlarimiz bor, juda ham ko'p qiynalgan insonlar qayerga borib davo topishini bilmay, yaxshi shifoxona qidirib yurgan bemorlar ko'p va o'sha bemorlarni oson yo'l bilan bizlarni topib olish uchun bizlar mana shu YouTube kanalimizni tashkillashtirib tuzalib borayotgan bemorlarimizni ommaga ko'rsatib, tanishtirib boryapmiz. Bu yaxshilik ma'nosida biz bemorlarimiz ko'rsatamiz. Xuddi sizga o'xshagan, qiynalgan, shifosini izlagan juda ham ko'plab, minglab bemorlar bizga mana 8 yildan buyon biz o'z faoliyatimizni yuritamiz. Neyrokardiologiya klinikasi minglab bemorlarni davolayapmiz. Ular bizlarning reklamalar yoki videoroliklar orqali topib kelishyapti, bir-biridan eshitishib kelishyapti. Endi mana 6-kun qanaqa o'zingiz his qilyapsiz? Opajon, aytib bering, shu vaqtda qanaqa holatda kelgandingiz? Men Namangan oblastida To'raqo'rg'on tumanidanman. Yaxshi bo'lib ketaman deb, hech yaxshi bo'laman deb umid qildim, lekin bormagan yetlarim qolmadi. Oxiri mana farzandlarim
mana shu poytaxtda nevroxirurgiya anaqasiga olib kelishdi. Aydan tekshiruvlardan o'tganimdan keyin mana shu sizga Bana aytishdim, demak operatsiya qiladigan narsa yo'q. narsa yo'q. Nevrolog shifokorga borsangiz, O'zlari sizlar davolashadi. davolab berishadi deb aytishgan. Bizdagi- Siz to'g'ri keldingiz bu yoqqa. Bizdagi haligilar sizlarda yo'q deyishdi. Ana sizga tashrif buyurdik. Allohga shukr, mana kelganimga 6 kun bo'ldi. Uni o'tirsam tura olmas edim. Yursam muvozanatimni yo'qotib to'xtashga qiynalardim. Hojatga borganimda turishga qiynalardim. Ancha o'zgarishlarni sezdim. 6-kundan o'zi bilinishni boshladi. Allohga shukr, yana ham umidim bor. Xudo xolasa asli holimga qaytaman degan umiddaman. Sizga albatta rahmat aytaman. Vrachlarimizga, Dilnuraxonga, Gulbahorga, Gulchehraxonga, Nilufarxon hammalariga cheksiz minnatdor bildiraman. Avvalambor sizga ham rahmat. Albatta. Katta rahmat. Albatta shifo Allohdan. Allohdan, deyiladi. albatta. Biz albatta sababchilarmiz. Mana rezultatlarni, natijalarni o'zlaringiz ko'rib o'tiribsizlar, aziz kuzatuvchilar. Mana opamiz choy icholmasdingiz-a? Albatta. Endi qo'limda ushlashga muvozanat qiynalardi. Muvozanatga qiynaladi. Bunaqa mustaqil Yo'q, o'tirolmasdingiz. o'tirsam Qulab ketaverardingiz, to'g'rimi? haligi Shunaqa holatda qandaydir edingiz. oyog'im tortib qiynalardim xullas. Xullas harakatga, Harakatga qo'llarda, qiynalardi. oyoqlarda harakatlar qiynalish bo'lgan. Hozir bitta yurib harakatlanib ko'rsata olasizmi bizga? Ha, mayli. Mana qo'llaringizni ko'taringchi mana. Qo'llaringizda harakatlar tiklandi. Yaxshi, mana Xudoga shukr. Deyarli 90% holatda Yana ham bundan ham harakatlar yaxshi tiklandi. bo'lishga umiddaman. Albatta yana 10-15 kun Xudo davomida yana ham yaxshilanish kuzatiladi azizlar. Opa bitta yurib harakatlanib ko'ring. Gap isboti bilan opamiz o'zi birovni yordamisiz o'rnidan tura olmasdilar, hamda o'tira olmasdilar ham hatto. O'zi mustaqil hozir o'rnidan turib bemalol yurardilar. Avvallar bir kishi ushlab, bir kishining yordami bilan yurardilar, muvozanatni ushlay olmasdilar. Yursa tez yurib ketib to'xtatib ola olmasdilar o'zlarini. Harakatlari juda ham chegaralanib qo'ygan. Mustaqil ovqatlanishga hattoki qiynalib qolgan edilar. Hozir mana ko'rib turibsizlar, harakatlari yengil, o'zini juda yaxshi his qilyapti. Albatta bu Allohdan shifo hamda o'sha sabablarni bizlar qilyapmiz. Transkranial magnitli stimulyatsiyasi bilan imенно bosh miyani qora yadrosiga boya yuqorida aytib o'tganimizdek to'g'ri направлениyaga biza impulslar jo'natdik. Zamonaviy davolash texnologiyasi u hech qanaqa og'riqli protsedura emas. Bilmaganlar, eshitmaganlar, ko'rmaganlar bo'lishi mumkin. Ha, opa, boshingizga qo'yayotgan apparat hech qanaqa og'riqli, Yo'q, yaxshi, qaytamga yengil bo'lib chiqaman. yengil bo'lib chiqasiz. Juda ham yengil his qilasiz Qonaylanishingiz o'zingizni. buzilgan ekan deyishdi. Shunaqa. Natijasini ko'rsatyapti, Xudo xolasa yaxshi bo'l. Albatta bu kishidagi Parkinson kasalligi qon aylanishining yaxshi emasligi natijasi, ya'ni sosudistik genez, tomir genezli kasallik. Ko'pincha tomir genezli, ya'ni sosudistik genez yoki travmalardan keyin yuzaga keladigan kasallik hisoblanadi. Travma bo'lgandim-da. Travma ham olgansiz siz? 19-yilda avariya bo'lganman. Avariya ham bo'lgansiz. Avariyadan keyin Demak, 60 bularda rejimda albatta bo'lganman. ham travma, ham bosh miyani tomirlarini, chunki bizlar bosh miya qon tomirlarini ko'rganimizda ham MRTda boshqada bosh miyani qon tomirlari torayishi natijasida umumiy atrofiyasi yuzaga kelganligini ko'rgan edik. Travmalarni mana hozir aytib o'tyaptilar. Travma ham qo'shimcha tarzda bu narsani kasallikning rivojlanishiga sabab bo'lgan. Opajon harakatlanib ko'ramiz, xudo xohlasa. Mana turamiz. Opajon yurib ko'rsatingchi o'zingiz mustaqil. Mana opamizda yurishlar ham 90-95% ga tiklangan holatni ko'rishimiz mumkin. Endi orqaga yuramiz opajon. Men emasmiz, mana burilishlar, yurishlar o'zi ancha yaxshi opajon. Mana sizga kelsam va shag'iga burilishga men qiynalardim. Mana bundoq qilib burilishga qiynalardim. Mana siz juda ham yaxshi. Alloh Yaxshi, shifosini Alloh bergan. Yaxshi. Albatta bizlar aytib o'tganimizdek bu kasallik surunkali kasallik hisoblanadi. Ya'ni to'liqligicha bartaraf qilish albatta qiyin. Bu narsa hali dunyo bo'yicha o'ylab topilgani yo'q. Lekin bemorlarimiz bor, mingdan ortiq Parkinson kasalligiga uchragan bemorlarimiz bor, doim nazoratda turishadi va bizga har 4 oy, 5 oy, 6 oy davomida bir marta davolanish chorasi kurslarini olib ketadilar hamda yaxshi yuradilar. Hayotiy faoliyati juda ham yaxshi tiklanib, o'zini yaxshi his qilgan holatda yuradilar. Doimo nazoratda bo'lib turadilar.
opa nazoratda bo'lib Bor, turasizlar. rahmat. 5-6 oyda bir bizlar olib turamiz. Yaxshi, Yaxshi rahmat. yurasiz inshaalloh. Rahmat, xo'p. Rahmat. Rahmat sizlarga. E'tiborlaringiz uchun Umringizdan rahmat. baraka toping. Katta rahmat, doktor. Hamma bemorlarga shifosini topib ketishini Allohdan so'rab qolamiz. Hech kim kasal bo'lmasin. Hammaga sog'lik, tinchlik tilaymiz. Qo'llaringiz E'tiborlaringiz uchun shifokorlar rahmat. ekan, kelaveringlar hamma. Rahmat. Rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysalaringiz, yangiliklar doimo sizlarga ko'rinib boradi hamda bizlarni ko'proq insonlarga yetib borishimizga yordam qilgan bo'lasizlar. Rahmat aytasizlar. Salomat. Rahmat. Kelavering. Avval bunaqa harakat boshlash qiyin bo'larmidi? Ha. Sizda ko'proq harakatni boshlash nimasi qiyinda? Qotib qolish ko'proq bo'ladi, qo'llaringizda. Nima deysiz? Qo'llarda tishli g'ildirak simptomlari musbat. Xo'p. Qattiq siqinchi. Harakat boshlash ham qiyinroq edi. Mayda harakatlarga qiynalardingiz, a? Hozir yurishingizni men kuzatyapman, ancha yaxshilanganda, yurishingiz unchalik nima emas. Qo'lda titroq bormi, yo'qmi davlat? Bor, uzoq. Ha.